Assalomu alaykum barchaga, sizlar bilan pul vaqti kanali. Demak, bugun sizlar bilan YouHealth ilovasidan pul yechib olishni ko'rib chiqamiz. Ya'ni buning uchun bizga birinchi navbatda Fastex birjasi kerak bo'ladi. Fastex deb yozib, mana shuni ustanovit etib olamiz. Va bundan keyin bizga yaxshiroq VPN kerak bo'ladi. Bu ilova O'zbekiston hududida ishlamaydi, shuning uchun biz VPN dan foydalanamiz. Va bizga yana bitta VPN ham kerak bo'ladi. Demak, ko'rib turganingizdek, o'zimizga kerakli bo'lgan programmalarni ustanovit qilib oldik. Endi birinchi navbatda VPN ni yoqib olamiz. VPN ni xohlagan davlat qilib yoqishingiz mumkin. Asosiysi O'zbekistondan boshqa davlat bo'lsa bo'ldi. Keyin Fastex birjasiga doim kirgan paytingiz VPN bilan kirishingiz kerak bo'ladi. Demak, birinchi navbatda hozir biz VPN dan ro'yxatdan o'tib, uni yoqib olamiz. Mana VPN ni faollashtirib olamiz va Fastex birjasiga kiramiz. Mana ko'rib turganingizdek, bizning VPNimiz aktivlashdi. Endi Fastex ga kiramiz. Demak, Fastex birjasidan ro'yxatdan o'tish uchun sizga O'zbekiston Respublikasining kod pasporti kerak bo'ladi. Ya'ni ID kartalar bu ilovaga qabul qilinmaydi. Shuning uchun iloji boricha siz kod pasport orqali ro'yxatdan kirishingiz kerak bo'ladi. Ya'ni eski pasportlar o'tadi. Yangi ID kartalar bilan ro'yxatdan o'tish mumkin emas. Demak, bu yerda birinchi navbatda kirgan paytimiz Create new account ga bosamiz. Va bu yerga ikkita joyga tikka qo'yamiz va o'zimizda mobil pochtamizni yozib qoldiramiz. Va pastiga o'zimizni parolimizni yozamiz. Va register tugmasiga bir marta bosamiz. Parolimizni saqlanib qilib qo'yamiz va bu yerda bizni pochtamizga xabarnoma yuborilgan bo'ladi. Demak, pochtamizga yuborilgan xabarnomani tasdiqlashimiz kerak bo'ladi. Mana Fastex dan keladi. Xuddi shunaqangi xabar keladi. Pastroqqa tushamiz va bu yerda mana Active degan joy bor. Shunga bir marta bosamiz. Va bizning akkauntimiz tasdiqlanadi. Va endi eng asosiysi verifikatsiyani boshlaymiz. Start verification degan tugmachaga bosamiz va bu yerdan individual accountni tanlaymiz. Undan so'ng esa refresh qilamiz va biz pastroqqa tushib verify now degan tugmachaga bir marta bosamiz. Bu tugmaga bosganimizdan so'ng biz hujjatlarimizni kirgizishimiz kerak bo'ladi. Bu yerda Все страна кроме США degan joyiga bir marta bosamiz va продолжить qilamiz. Va bu yerdan birinchi navbatda telefon raqamimizni ulab olishimiz kerak bo'ladi. Продолжить qilamiz va o'zimizning telefon raqamimizni yozib olamiz. Telefon raqamimizni kiritganimizdan so'ng bizga tasdiqlash kodi kelishi kerak. Mana tasdiqlash kodi keldi va biz telefon raqamimizni tasdiqlab oldik. Keyingi navbat esa o'zimizning hujjatimiz bilan tasdiqlash, ya'ni удостоверение va selfie orqali. Keyingi bo'limga o'tamiz. Yana bir marta eslatib o'taman, sizga ID karta emas, pasportdan foydalanishingiz kerak bo'ladi. Birinchi o'rinda kamerangizga ruxsat berasiz va pasportni to'g'ridan-to'g'ri rasmga olib yuklaysiz. Pasportimizni to'g'ridan-to'g'ri verifikatsiya qilganimizdan so'ng bizda yuzimizni tasdiqlash uchun videoga olishimizni so'raydi, ya'ni yuzimizni tasdiqlash kerak bo'ladi. Va pasportning egasi kameraga qarab yuzini to'g'ri tasdiqlashi kerak. Demak, biz ro'yxatdan o'tganimizdan so'ng xuddi shunaqangi bo'lim ochiladi, ya'ni bu proverka, ya'ni tekshirish jarayoni. Ozgina kutib turganimizdan so'ng xuddi shu tarzda muvaffaqiyatli yakunlanishi kerak. Demak, ilovaga login va parolimiz orqali kirganimizdan so'ng xuddi shunaqangi oyna ochiladi va bu yerdan yuqori tarafda chap burchakdagi nuqtachalarga bosgan paytimiz bizning akkauntimiz ko'rinib turadi, ya'ni Perfect Level 1 deb qo'yibdi. Akkauntimizda xuddi shunaqangi yashil belgi paydo bo'lganda bizning akkauntimiz 100% ro'yxatga o'tgan bo'ladi. Endi YouHealth ilovasidan pul yechib olish uchun bizga xuddi mana shu ID kerak bo'ladi. ID ni nusxalab olamiz va buni Telegramdan birorta bir yaqinimizga yoki da o'zimizga yuborib qo'yamiz. Sababi YouHealth ilovasi VPN orqali ishlamaydi. ID'imizni nusxalab olganimizdan so'ng bizga FTN, ya'ni
uHealth ilovasidagi FTN valyutasining bizga havolasi kerak bo'ladi. Buning uchun wallet bo'limiga o'tamiz va spot bo'limiga kiramiz. Spotga kirganimizdan so'ng depozit bo'limi bor. Depozit bo'limiga kirganimizda depozit kripto degan joyi bor. Shunga bir marta bosamiz va bu yerga qidirish bo'limiga FTN deb yozamiz. Mana fast token degan chiqadi. Bu yerda biz birinchi o'rinda BHRC20 ni tanlaymiz, ya'ni minimalniy depozit 0.1 FTN bo'lgan setni tanlaymiz va bizga adresimiz chiqib keladi. Xuddi mana shu bizning FTN depozit adresimiz bo'ladi. Shuni ham kopiya qilib Telegramdan tashlab olamiz va keyinchalik uHealth ilovasiga kiritamiz. Mana men ID va adresimni Telegramga tashlab qoldim. Endi esa uHealth ilovasiga kiramiz. uHealth ilovasiga kirib oldik. Balansimizda yig'ilgan qadamchalar bor va biz bu yerdan market bo'limiga kiramiz. Va bu yerdan biz Fastex bo'limiga bir marta bosamiz. Bu yerdan biz 160 mingta qadamni 1 FTNga almashtiramiz. Bu yerdan order tugmasiga bir marta bosamiz va bu yerga biz Fastex user IDlarimizni yozamiz. Endi esa shu yerda biz VPN'imizni o'chirishimiz kerak bo'ladi. Sababi adreslarni saqlanib qilayotgan paytimizda bizda VPN ishlayotganligi sababli xatolik berishi mumkin. Telegramga qaytib olamiz va boyaga yuborib qo'ygan IDlarimizni nusxalab olamiz. Bu yerga birinchi o'ringa esa Fastex ID ni qo'yamiz, keyingi o'ringa esa boyagi FTN depozit adresimizni qo'yamiz, ya'ni fast token adresimizni qo'yamiz. Mana bitta tekshirib olamiz va bu yerdan order tugmasiga bosamiz. Mana ko'rib turganingizdek biz uHealthdan birinchi daromadimizni yechib oldik. Va bular juda ham oson bo'ldi. Sizga ham tushunarli bo'ldi degan umiddaman. Agarda sizda qandaydir xatolik yoki tushunmagan joylaringiz bo'lsa, bemalol Telegram kanalimizga o'tishingiz va u yerda guruh ochamiz. O'sha guruhda bir-biringizdan so'rashingiz mumkin bo'ladi. Demak, hozir sizlar bilan birgalikda Fastex birjasiga tushgan pullarimizni ham ko'ramiz. Mana ko'rib turganingizdek, bizni balansimizga pullarimiz yetib keldi. Demak, ilovadan xuddi shu tarzda pul ishlab borishingiz mumkin bo'ladi. Boya aytib o'tganimdek, tushunmagan joylaringiz bo'lsa, albatta Telegramdagi guruhimizga ham obuna bo'lib qo'yishni unutmang.